بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الجزء الثاني، الدرس 29. هذا الدرس كينجي قسم 29 درس. Endi ders başlashdan ilgari bugungi darsdagi maqsadli grammatikalarni so'zlab o'tib ketildi. Bugungi darsdagi maqsadli grammatika tungi darsdagi va oldingi darsdagi ajvab shundaymi? Lekin tungi darsdagi nima? Naqis fillarni so'zlaganda bugungi darsda mudaaf. Ana mudaaf degan qanday fil desangmi? O'xshash ikki harf kelib shundaymi? Tashdid o'qilgan. Masalan, farra, yafirru o'xshash fillar mudaaf bo'ldi. Bu to'g'riliq biz sarf darslarimizda so'zlab qo'ygan shundaymi? Shu fillarningki umumiy ahvoli to'g'riliq tushunchaga ega bo'lish. Ya'ni bu fil oldingi darsdagidek va qiyin emas. Bundan biz 3 filni misol qilaylik. Birisi fa'ala yaf'ilu babidan farra yafirru buyruq belgisi farra. İkincisi fa'ala yaf'ulu babidan marra yamurru buyruq belgisi nima? Murra. Üçüncüsü fa'ala yaf'alu mudari'i ayn zarf qilgan babdan massa yamassu massa. Ana farra desek qarmoq bilan ko'rinib turibdi, bu fa'ala o'lchimi tushmaydi, shundaymi? Aslida nima bo'lish kerak? Ma farara bo'lish kerak. Farara bo'lish kerak, a? Nima bu farra olib ketdi desa, fe'lning tarkibida o'xshash ikki harf bo'lsa, birinchisini sakin qilish imkoniyati bo'lsa, sakin qilib ikki harfni bir-biriga qanday qilib o'tamiz? Kirgizib o'tamiz. Masalan, farradagi birinchilarni sakin qilib, ikki harfni kirgizib o'tdik, ikki harfni nima bo'lib ketdi? Farra. Yafirru desak, aslisi yafriru bo'lish kerak. Bunun idg'am hozir altini hozirlashtirish shartini. Birinchilarning zirakatni faga padik nima bo'ldi? Yafirru bo'ldi. Idg'am qo'ydik nima bo'ldi? Yafirru bo'ldi. Endi buyruq filga kelgan vaqtda sal diqqat. Odatda normal vaqtda sakin o'qiladigan fillar mudaaf filga kelgan vaqtda oxirida zavar o'qiladi. Masalan, lam. Odat nima qildi? Sakin, shundaymi? Ammo mudaaf filga kelgan vaqtda lam yapirra. Buyruq filning oxirida nima qildi? Sakin o'qiladi. Ammo mudaaf filga kelgan vaqtda firra. Liyafirra, la tafirra. Buni qanday tushunamiz desa, mana tushunamiz. Masalan, lam yafirrani olsak, asli bizning kalimizdagi o'lcham bo'yicha nima bo'lish kerak? Lam yafrir. Shunaqo. Idg'amning shartini hozirlash uchun kirgizishninki birinchi raning zir harakatini oldidagi faga pardikmi? Lam yafir ikkili raning bo'lib ketdi, sakin. Har ikkilar sakin bo'lsa qanday betaraf qildik desa, betaraf qilib bo'lmaydi buni. Qanday qilib jonda bo'lsa, cho'qqim ikkinchi raga bir harakat berish kerak. Pash va zir birlasak bu eg'il. Unda olgani yengil bo'lgan nima bo'ldi? Zavar. Nima bo'ldi? Lam yafirra. Shundan kirgizotdik nima bo'ldi? Lam yafirra. Buyruq bilga qarasak shunda firra. Aslisi nima bo'lish kerak? Ifrir. Oxirisi ifrir deb chiqara keldi shundami? Birinchilarning zirakatini faga pardik. Ifir bo'ldi. Endi fa harakatli bo'lgandan keyin hamzdan qash karib harakatli bo'lib qolsa, hamzdan qana qilinadi? Tashlanadi. Chunki ajrati yo'q shundaqo. Nima bo'ldi? Fir ikkilar sakin shundaqo. Bunda bo'lib qolgan ishlarga bo'lmaydi-ku. Ikkinchi raga nima badoq, zavar harakat yengildab badoq nima bo'ldi? Firra bo'ldi. Qog'allarni buncha qiyos qilib olsak bo'laveradi. Turlash odatdagi fillar bilan cho'ng farq qilib ketdi. Masalan, farra farra farru, farrat farrata fararna. Fararta farartuma farartum, fararti farartuma farartunna. Farartu fararna. Yafirru yafirran yafirruna tafirru tafirrani yafirrna. Tafirru tafirrani tafirruna tafirrina tafirrani tafirrna. Afirru nafirru. Firra buyruq bil. Firra firra firru firri firra ifrirna.
ayollik ko'plikida aqlisi barabar chiqadi ha. Ism fa'ilimiz chiqadi farrun. Asl nima farirun. Ism maf'ulchi mafrurun. Mudofillarning ismi bo'lsa nima chiqadi? Barabar chiqadi. Qolgan shakllari sizlarga oydin chiqalasizlar. Ikkinchisiga kelsak, marra yamurru bu faqat yaf'ulu babini ekanligi o'zgaraydi. Shunga mas qalamda buyruq bilisi nima chiqadi? Marra yamurru murra. Aninki buyruq bilisi firra shundami? Maninki nima? Murra. Endi yaf'alu gap qolsa nima chiqadi? Massa. Massa ya massu massa. Buni qilsanglar bo'ladi. Qolgan jihatda yuqorida so'zlagan farra bilan o'xshash. Masalan, massa nima? Marra desak asosan marara shunda, ammo ishkarib o'xshash keldi. Birinchisini sakin qilib idg'om qilib bo'ldi marra. Marra marra marru marrat marata mararna. Mararta maratu maratu marati maratu 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 nima? Mararna. Shunga o'xshash qog'ozlarning turli sonlar bo'laverdi. Farraga o'xshashlar qog'ozlarning turli o'xshash, hammasi o'xshash. Undan keyingi grammatikalik mazmun qattu bilan abadan ishlatilishi. Qattuning uyg'urcha tarjimasida faqat deb tarjima qilinadi. Abadanning uyg'ur tarjimasida hargiz deb tarjima qilinadi. Ashundan qarasak, buning nima uchun kelganligini bila olmaymiz. Faqat degan gapni nimaga ishlatamiz odatda? Men uni faqat urmadim. Shundami? Men faqat qilib boqmadim. O'tgan bulusini, o'tgan zamonni inkor qilishga ishlatiladi. Abadan hargiz degani bundan keyin hargiz qilmayman. Ya'ni qay zamonda kelgusi zamonni inkor qilish uchun keladi. Alohidligi shu, alohidligi yo'q. Undan keyingi mazmun gerçi o'zini bo'lgan bo'lsaqmi, toba va lana qatorda uch fe'lning ismi tafsil shakli azroq askarcha o'tilsa bo'ladi. Toba pak bo'ldi, xushroq bo'ldi degan ma'noda. Atyabu deb ismi tafsilini turlab chiqarsak, eng xushroq, eng pak degan ma'noda. Lana yumshadi degan ma'noda. Alyanu degan gap eng yumshoq degan ma'noda tushunsak bo'ladi. Biz burun ismi tafsilini turlab chiqarish ahvolini o'rgangachga bu bizga nisbatan bak nima emas, yat emas, ha? Endi mush darsimizda pillaning turini xulosalashga to'g'ri keldi. Biz oldingi o'rgangan darslardan shuni ko'rib oldikki, pillaning turi arab tilida 7 xil ekan. Biri sahih, ya'ni tarkibida hech qanday kasallari bo'lmagan va tashdid bo'lmagan pilla. Ikkinchisi mudaaf, ya'ni tarkibida o'xshash ishkarib kelib tashdid o'qilgan pilla. Farraga o'xshashindami? Uchinchisi misal, ya'ni fa'ning udrusda kasal harf bo'lgan pilla va saba va qafaga o'xshashindami? To'rtinchisi ajvab, mu'tallil ayn, ya'ni aynning udrusida bo'lgan kasal harflik bo'lgan pilla. Ba'a, qalaga o'xshash. Beshinchisi naqis, mu'tallil lam, lamning udrusida nima bo'lgan kasal harflik bo'lgan pil. Oltinchisi lapib maqrun, multavi deb kelgan shundami? Lapib deb shundaqo. Ama yana bir ismi lapib mafruq, lapib maqrun otsa bo'laverdi. Lapib maqrun bu ayn bilan lamning udrusida kasalari bo'lgan shundami? Yettinchisi lapib mafruq, fa bilan lamning udrusida, birinchisi bilan eng oxirgisida kasal harf bo'lgani deb nechturlik bo'ldi ekan? 7. Endi as-sahih degani 3 ga bo'linadi. Mahmuzul fa, mahmuzul ayn, mahmuzul lam deb. Ya'ni fa'ning udrusida hamza gap qolsa, alif emas, hamza gap qolsa mahmuzul fa. Aynning udrusida gap qolsa nima? Mahmuzul ayn. Lamning udrusida gap qolsa mahmuzul lam degandek yuqoridagidek natijaga 7 qismga bo'linadi. Bu to'g'rilikmi biz sarf darsligimizda ozroq tushuntirib bergan shundami? Shunga ortiq to'xtalmasaqmi bo'ladi. Bu tushunishib bo'lgan bo'lsa, yangi so'zlar kelaydi. O'qib tarjima qilib beray. Al-kalimatul jadida. Marratun, marratun, ad-dibaju, naw'un min al-harir, nuskhatun, nusakhun, kaffun, akuffun, raihatun, hunayhatun, mazidun,
كريه بلوعة غافل لين طيب دفع يدفع ادفع مرض يمرض امرض حزن يحزن احزن مرة قتم agar yolg'iz gap qolsa bir qatim deb ishlatiladi. Marratun ko'pligi. Dibaj naw'u min al-harir deb to'g'risindami? Ipakning bir turi. Ya'ni ma'lum bir xil ipak. Nusxatun nusxa parcha. Nusx ko'pligi. Yana odatda son nima? Kitob, daftar qatorliq narsalarningki nimasi? Birligi. Kaffun alqon, akuffun ko'pligi, raihatun firoq. Buni o'zi puraydigan firoq bor shu. Hunayha sal turgandan keyin yoki ozroq vaqtdan keyin birdan to'xtab degan ma'noda. Yoki ozroq vaqt degan ma'noda. Mazidun ortiq, sharihun sisiq. بلوعة أو رزيولة غافل غافل لين ما غافلون هم ده غافلون باشتغال بخبر لين يمشق طيب يخشى فراقلق خشبراق ديجمان ده دفع يدفع اتادي اترواتدو مريض يمرض ağrıp qaldı, ağrıp qalavatdı yoki ağrıp qaladı. Hazina yahzanu bir aram bo'ldi, bir aram buludu yoki g'amkin bo'ldi, g'amkin buludu. So'zlik tushunishib bo'lgan bo'lsa, dialogni o'qib, tarjima qilib tahlil qilib beray. الدرس التاسع والعشرون أحججت يا مسعود؟ لا يا أستاذ، حج زملائي كلهم ولكنني ما حججت. مرضت أيام الحج فبقيت هنا بالمدينة المنورة. لا تحزن، ستحج في العام المقبل إن شاء الله. تمر السنة بسرعة. أحججت أنت يا أستاذ؟ لا، لم أحج هذا العام، لكنني حججت قبل هذا 5 مرات. أنا أشم رائحة كريحة، أما تشمون رائحة يا أخوان؟ بلى نشمها. من أين هي؟ أظنها من الحمام. نعم، هي من الحمام. إن القمامة التي رماها أحد الطلاب سدت البالوعة. من الذي دفع السبورة إلى الخلف؟ تعال يا سعيد وجرها إلى الأمام. سعيد يجر السبورة. أنت جررتها كثيرا، ادفعها إلى الخلف قليلا، يكفي، اتركها الآن. أهذا هو الجزء الثاني من الكتاب يا أستاذ؟ نعم، خذ هذه النسخ وعدها. عددتها كم هي؟ نعم، عددتها، هي 45 نسخة. ندرس الآن حديثا اكتبه على السبورة. اكتبه على السبورة، فاكتبوه في دفاتركم. يكتب عن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هنيها أكتبتم يا أبنائي الطلاب. لما يا علي لا تظن أنني غافل أما تعمل، إنك لا تكتب الدرس إنما تكتب الرسالة، أليس كذلك؟ رد علي. بلى هو كذلك، أنا عاسف يا أستاذ، لن أعود لمثله أبدا إن شاء الله. Asosliq fillarningki mudoaf shakllariga diqqat qilinglar. Ahajaj ya Mas'ud,
Mas'ud, haj qildingmi? Ahajajta. Hajja yahujjudan chiqqan hajajta shundami? Turlab olsak, hajja, hajju, hajjat, hajjata, hajajna. Hajajta, hajajtu madir chiqdi shundaqmi? La ya ustaz, ya ustaz. Hajja zumala'i kulluhum, walakinnani ma hajajtu. Savoqdoshlarimning hammasi haj qildi, biroq men haj qilmadim. Men qaranglar, hajja, hajaja. Diqqat qilinglar. Maridtu ayyam al-hajj fa baqitu huna bil Madinatil Munawwara. Haj kunlari og'rib qolib, bu yerda, ya'ni Madina Munawvarda qilib qolgan edim, yoki qilib qoldim. Hajga boramadim demak. La tahzan, biyaram bo'lma. Satahujju fil aamil muqbil inshaalloh. Alloh xolasa kelay yilda haj qilsa, sen kelgi zamonni ko'rsatdi-ku. Tamurru sanatu bi sur'a. Yil tezlikda o'tib ketadi. Tamurru marra yamurru mudaafil. Bayatmagan gap ila. Ahajajta anta ya ustaz? Ustaz, siz haj qildingizmi? La, lam ahujja hazal aam. Yo'q, bu yil esa haj qilmadim. Lam ahujja. Bayatimiz turligan-ku, lam afirra, lam amurra, undan keyin lam amassa deb shundami? Shunga o'xshash. Lakinnani hajajtu qabla haza 5 marrat. Biroq men mushundan ilgari 5 qatim haj qilgandim. Mayda 5 marrat. Marratuni tavg'achqa 5 nima keldi? Ta'siz keldi. Ham 5dan keyingi sanalg'uchi qanday shaklda keldi? Ko'plik, sir shaklda keldi. 5 marratin. Ana ashum raihatan kariha. Men bir sisiq puroqni puravatiman. Ama tashummuna raihatni akhwan. Sizlar biror puroq purmudinglarmi? Ashummu, shamma yashummu. Ashammu, shamma yashammu. Amma tashammuna. Hammasi shamma yashammudan chiqqan nima? Fil mudari'a. Bala shundoq nashammuha purovatimiz. Bu o'xshashlar shamma yashammudan chiqqan fil mudari birinchi shaxs ko'plik. Min ayna hiya? Nadan kelyapti? Azunnuha min al-hammam. Mancha munjin kelyapti. Ma'lumki azunnu, zanna yazunnudan chiqqan nima? Azunnu. Naam, hiya min al-hammam shundaq u munjin kelyapti. Innal qumamata allati ramaha ahadu at-tullab saddat balu'a. O'quvchilarning biri atqan axlat, allatini biz davomli deb kelayotgan xonqon shundami? O'quvchilarning biri atqan axlat avraz yo'lini to'sib qo'yibdi. Sadda yasuddu. Saddu, saddat deb chiqish, ha, shada. Farrad degandek. Man allazi dafa'a sabura ila al-khalf. Do'skini keyniga ittirib o'tgan kim u? Ta'ala ya Sa'id kela. Jurraha ila al-amam. Uni oldiga tata. So'ra degaman. Jarra yajurrudan buyruq bilimi chiqadi. Jurra. Sa'id yajurru sabura. Sa'id do'skini tatiyotdi. Yajurru. Jarra yajurru. Anta jarrataha kathira. Ko'p tatiyotding. Idfa'aha ila al-khalf qalilan. Keyniga azroq itta. Yakfi. Bo'ldi. Utruk al-an. Hozir ham uni qo'yib qo'y. Utruk. Taraka yatrukun chiqqanimi? Utruk tashlab qo'yib qo'y deganman-da. Ahaza huwa al-juz'u thani min al-kitab ya ustaz. Ustaz, bu kitobning 2-chi qismimi? Naam. Xuz hadihi an-nusakha wa uddaha. Bu parchalarni elib sanig'in. Uddaha. Adda ya'uddudan chiqqan buyruq bil nima? Udda. Xuddi firra, murra shundami? Massa degandek. Adatdaha sanadangmi? Kam hiya? Qanchga ular qanchkan? Naam. Shundoq. Adattuha sanadim. Addadan chiqqan nima? Adattu. Addu, adata, adatna. Shundami? Adatta, adattum, adatti, adattu, adatna. Hiya 45 nuskha. O nechkan? 45 parchakan. Nadrusul ana hadisan. Hozir hadis o'rganamiz. Uktubu ala sabura. Uni aktubu ala sabura. Do'stning ustiga yozaman. Faktubuhu fi dafatirikum. Sizlar daftaringizga yozinglar. Yozibotdi. An Anas radhiyallohu anhu qol, Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilinib mundaq deydi: "Ma masistu, massa
yamassudan chiqqan masi aslisi nima masisaqo turlab olsak massa masu masad masata masisna deb masisna chiqadi ma masistu dibajan wala hariran alyana min kaffi rasulilloh sallallohu alayhi vasallam Rasulullahning olqinidanmi yumshoqroq yipakni tutib boqmadim. Ma dibaj degan yipak, harir degan nima? Yipak. Har ikkisi yipak o'g'achqa yipak deb ham tarjima qilamiz, a. Masistu qanaqamidim tutib boqmadim. Massa qanaqamanda tutqanmanda. Wala shamimtu raihatan qattu atyaba min raihati Rasul sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambar alayhisolamning puruqidanmi xushpuroqroq puroqni faqat purab boqmadim. Shamimtu, shammay, yashamu shundami? Aslisi nima? Shamima, yashmamu. Azroq o'tgandan keyin, "Akatabtum ya abnai, bolalarim yez bo'ldinglarmi?" Lamma. Nega gap? Texiz bilanmidik, chunki piltashansiz bo'ludi lammadan keyin shundami? Ya Ali, la tazunna annani g'afilun amma ta'mal. Ali, sen qilayotgan ishdan meni bexabar deb o'ylab qolma. La tazunni nehi hozir. Mudoafillarninki nehi hozirsining oxirisini muqlatdi zavar. Shu la tazunna annani degan keyingi jumlalarning hammani masalaga o'zgartirdi-ku. Meni sen qilayotgan ishlardan bexabar deb o'ylab qolma. Innaka la taktubu dars, sen dars yozmaysan. Innama taktubu risala, faqat bir xat yozatsa. Shunda emasmi? Rudda alayya. Javob ber. Rudd degan gap javob qaytar degan gap. Men javob qaytar. Radda yaruddudan chiqqan rudda buyruq kel. Javob qaytar. Xuddi farra yafirudun firra, marra yamurudun murra chiqqandek radda yaruddudan nima chiqadi? Rudda buyruq kel chiqadi. Bala, shunda huwa kazalik. Shunda ustoz. Ana asif ya ustoz, men xijilman. Lan a'uda limislihi abadan inshaalloh. Alloh xolisa hargiz shuningdek ishni qayta qilib samaman. Lan a'ud degan gap qayta qilmayman degan gap. Limislihi shunday ishni, shuningga o'xshash ishni qayta qilmayman. Dialogning mazmun tushunish qolgan bo'lsa, ko'nikmalarni bir qurib tushunib ketaylik, ha. At-tamrin al-awwal tundagi savollarga javob bering. O'xshashlar dialogning mazmunini qarashga qolg'achqa, avval biz dialogni o'zlashtirib bo'lgandan keyin bu savolga javob beramiz. Ikkinchisi هذه أمثلة للفعل المضاعف يعني مضاعف فعلنا مثال درتوان دكلا بلا مضاعف فعلنا مثال دركرب إلى كتير مثلا حج يحج أساسي حجج يحجج شندما أرقلا في الناس شو ظن يظن ظننا يظنون جر يجر مر يمر عد يعد سب يسب رد يرد سب يصب سد يصد شم يشم مس يمس شم أساسي شميمة يشم أساسي يشمم masisa yamsasu degan shakllarda. Uchinchisi töndikilarni o'qinglaydi. Töndiki jumlalarni o'qib, yuqoridagiga o'xshash pillavaq va mudaafillar. Shularning qaysi pildan qanday shaklda chiqarilganligiga diqqat qilinglar. Masalan, birinchisidan o'qib beray. Hajja akhi qabla salasata a'wam. Qarindishim 3 yil ilgari haj qildi. Ana hajjatu hadal am. Men bu yil esa haj qildim. Birincisi hajja, ikincisi hajajtu. Shundami? Tilni chiqish ahvolini bilamiz. To'rtinchisi tundagi fe'llarni mutakallimga, ya'ni birinchi shaxsga misolda izohlanganidek isnod qilingni bog'lang. Yani turlab chiqqan demak. Xuddi Hamid zanna ana zanantu, Hamid adda ana adattu. Shundami? Biz boya din darsidan oldindan turlab qo'yganga, mana shunday shu buni turlasak bo'ladi. Beshinchisi misolni o'ylab taqib, to'yandagi fe'llarning buyruq bilan chiqarishni. Buyruq bilan chiqarishda mana diqqat qilsak bo'ldi. Muzaf fe'llarning buyruq bilan chiqarishda fe'l mudoriga qaraymiz. Fe'l mudori yaf'ilu bobidan bo'lsa, buyruq bilan bosh harfining bo'ldi, zira qiladi. Yaf'ulu bobidan bo'lsa, bosh harfi fashi qildi. Yaf'alu bobidan bo'lsa, bosh harfining qildi zavar. Masalan, xuddi yafirrudin firra, yamurrudin murra, yamassudin massa chiqilganda. Masalan, to'yandagi shu bo'yicha qarablar, masalan, tamurrudin nima chiqadi? Murra, tahujjudin chu hujja, tasubbudin chu subba, tashammudin shamma, taruddudin rudda, tazunnudin zunna, shundami? Ta'uddudin udda, tamassudin massa. To'yib,
Altın töniki bilan o'qib baqing deydi. Buyruq bilan o'qing demakchi, ha? Jurra azal maktab. Bu ustalni tat. Jarra yajurudun chiqqan nima? Jurra. Va qolgan buyruq bilanni shu buni tushunib olsaqlam bo'ldi, ha? Etimiz töniki bilan o'ylanib baqing. O'ylanib baqing degani oxirisi sakin o'qilishga tegishli pillarda. Masalan, qaysilar sakin o'qilibdi? Jihatda, buyruq pilda, nahiyda shundami? Mush pillarda muzafillarning oxirisi nima qildi? Zavar o'qildi. Zir o'qildiganda zavar harakatdan birini ortiq birimiz. Shu qaranglar, yahujjuning oldiga lam qo'ysak nima qilish kerak? Lam yahjuj, shundami? Lam yahjujni qanday qildik? Birinchi jimning aytibni oldiga ha gap bersak, lam yahuj deb ikkidan jim qoldimi sakin? Ikkinchi jimga zavar harakatini birini bilib qanday qilamiz? Lam yahujja. Buyruq bilmi o'xshash, nahiy bilmi asosan shunga o'xshash. Tendeki savollarga lamni ishlatib turib inkor shaklda, bulutsiz shaklda javob bering. Ahajajda la lam ahujja deganga o'xshash. Ikkinchisi men javob berib qo'yay. A'adatta hazil kutuba ya binti. A'adatti hazil kutuba ya binti. Qizim bu kitoblarni sanadingizmi? La lam a'udda. La lam a'udda. Chunki addaning buyruq bilan chiqadi. Ya'uddu. Ya'udduninki oldiga lam kelgan oldi nima chiqadi? Ya'udda. Birinchi shaxs nima chiqadi? A'udda. Mana buni chiqarsak bo'ladi. 9-si. Bu nahininki lasini har jumlaning oldidagi pilga kirgizib, jumlani to'liqlan. Old jumla kirgizib, undan keyin jumlaning ichiga qatimiz. Masalan, li masjida min al-qahwa. Qahvadan ortiq menga bunda qilmang demak shundami? Amedagi tasub buni oldiga lani qo'shamiz. Nahi nima qilibdi? Sakin. Ammo mudofillarni qanday qilmoqchisi? Zavar. Andog'anda la tasubba. La tasubba li mazida min al-qahva. Men qahvadan ortiq qo'ymang. Shundaqmi? Shu bo'yicha qog'aldan ishlasak bo'ladi. 10-si addani zimrlarga isnat qiling degani turlab chiqmang. Bayın turlab bo'ldi-ku adda addu adat adata adatna adatta adattum adattum adatti adattuma adattuna adattu adatna. 11-si yaudun turlab chiqib qo'ygan. Yauddu yauddan yaudduna degandek. 12-si addadan buyruq qilib zimrlarga bog'lang degani turlab chiqaring. Udda udda uddu uddi udda u'dudna. Men bayat dedim-ku muzafillarninki meyli mazi olsun, meyli mudari olsun, meyli buyruq bil olsun, ayollik ko'plikki qanday chiqadi? Barabar chiqadi. 12-si. Hattu va abadan degan ikki so'zning istiqmolini muloyiza qilib ishlatilishini. Men bayat dedim-ku qattu o'tgan zamonni inkor qilish uchun, abadan qay zamanni kelgusi zamanni inkor qilish uchun keladi. Laq tarjimasiga qarab baqsaq ham belgili bo'ldi. Masalan, birinchi jumla qarab baqsaq, ma fa'altu hada qattu. Men buni faqat qilmadim, qattiq qilmadim, shundami? Uchinchisiga qarab baqsaq, lam atruka salata qattu va lan atrukaha abadan. Men namozni faqat tashlamadim va hargizmi qanday qilmayman, tashlamayman. Bir qattu o'tgan zaman, abadan qay zaman, kelgusi zamanni men inkorini ta'kidlaydi. Xolos, asliga tirnoq qaranglar. Qattu o'tgan zamonga xos, abadan qay zamonga xos, kelgusi zamonga xos. 14-si layunning ismi tafsili aliyani chiqadi, tayyibunning ismi tafsili nima chiqadi? Atyabu chiqadi. Bayatni buni mutaqilliq darsida beshitlam qanaq bo'ldim, so'zlab bo'ldim. Kelgan misol hazal harir layyin va zalika alyanu min haza. Ma'u ipak yumshoqkan. Aw bo'lsa ma'ning din nimroqroq, yumshoqroq. Haza taom tayyib, bu tamoq yaxshi. Va zaka atyab, bu nimroq, yaxshiroq. Shu buni tushunsak bo'ladi. Biz ismi tafsilini qanaq chiqirdiganlik to'g'risida sarf darsida tafsili tushunchaga ega bo'lib bo'lgan shundami? Shu ortiq so'zlash hojatsiz.